Salom do'stlar. Ba'zan omon qolish uchun inson o'z tamoyillariga qarshi borishga majbur bo'ladi. Rik va uning jamoasi oldida esa hayot-mamotga teng qaror turibdi. Najotkorlar ustidan g'alaba qozonish uchun ular har qanday yo'lni tutishga tayyor. Bu missiya nafaqat jasorat, balki sovuqqonlik va aniq rejani talab qiladi. Diqqat bilan tinglasangiz, navbatdagi epizodni sharhlab beraman. Boshladik. Oxirgi epizodda aytilganidek, Rik va boshqalar Hilltopdan juda ko'p ta'minot olib kelishdi, lekin buning evaziga Neganning najotkorlar deb nomlangan guruhidan qutulishga yordam berishlari kerak. Rik qaytib kelishi bilanoq qilgan birinchi ishi Sashaga hammani cherkovga yig'ilishi haqida xabar berishni buyurishi bo'ldi. Bu masalani hamma bilan aniq maslahat qilish kerak. Yig'ilish tezda boshlandi va Rik odamlarga murojaat qilib, almashuv shartlarini hamda najotkorlarning xatti-harakatlarini tushuntirdi. U jiddiy ohangda gapirib, bu odamlar boshqa jamiyatlarni qul qilish va ularni resurslarini tortib olishni yoqtirishini aytdi. Agar keyinchalik bizning ham jamiyatimizni topsalar, bu joy ham qul qilinadi dedi. Rik oldindan harakat qilish va ularni yo'q qilish zarurligini ta'kidladi. Nafaqat Hilltopga yordam berish uchun, balki o'z jamiyatini himoya qilish uchun ham. Shundan so'ng Rik fikr-mulohazalar yoki takliflarni so'radi. Ular noaniq qarashlar bilan bir-birlariga ko'z tashlashdi va oxir-oqibat e'tiborlarini Morganga qaratishdi. Morgan Rikdan muvaffaqiyatga erishish ishonchi qancha ekanini so'radi. Rik esa qat'iy ishonch bilan javob qaytardi. Ularning tajribasi, jangovar mahorat va tafakkuri g'alabaga olib borishiga ishonishini aytdi. Biroq Morgan kutilmaganda taklif bilan chiqdi. Agar ular najotkorlarni yengish uchun yetarli kuchga ega bo'lsalar, shunchaki buni ularga aytib, orqaga chekinishga imkoniyat berish kerakligini tushuntirdi. Rik Morganning fikrini bema'nilik deb hisobladi. Ular ustunlikni qo'lga kiritib, najotkorlarni kutilmaganda mag'lub qilishlari kerak edi, muzokara qilish emas. Ikkalasi cherkovda bahslashib qoldilar. Aaron ham o'rnidan turib, ilgari boshdan kechirgan hujumlarni eslatib, Rikni qo'llab-quvvatladi. U bunday voqealar yana sodir bo'lishiga yo'l qo'yib bo'lmasligini, hech bo'lmaganda uning nazorati ostida bunday bo'lmasligini aytdi. Oxir-oqibat Morganning qarshiliklaridan tashqari yig'ilish xonasida hech kim e'tiroz bildirmadi. Tungi zulmat cho'kkan sari ko'pchilik uchun uyquga ketish qiyinlashdi, chunki bu faol tugatish bo'lish kerak. Carol hamma narsadan ko'ra tinchlikni xohlardi, shuning uchun u juda qat'iyatli edi. U o'zi o'ldirgan odamlar haqida yozib borardi va hozirgacha bu raqam 18 taga yetgandi. U ichki ziddiyatlarga ham to'la edi. Glen va Maggie ham uxlamagandi. Maggie ertangi kunda guruh bilan birga harakat qilishga qat'iy qaror qilgandi. Tara va Denis ham xayrlashdilar. Bu juda xavfli missiya. Biroz vaqt o'tib, ular yana bir joyga to'planishdi. Najotkorlarning geografik joylashuvini o'rganishga va jang strategiyasini ishlab chiqishga kirishdilar. Ichkarini yaxshi bilmasalar ham, u yerdagi joylashuv haqida taxminiy tasavvurga ega edilar. Rik oxir-oqibat tunda hujum qilishga qaror qildi. Birinchi vazifa Hilltopning asirga olingan aholisini ozod qilish. Najotkorlar Georgiyning boshini xohlashgani uchun ular uni berishga qaror qilishdi. Ertasi kuni ertalab Rik va boshqalar yo'lga chiqishdi va yo'lda to'xtab mashinalarini park qilishdi va zombilarning e'tiborini jalb qilish uchun signal chalib turishdi. Rik hammaga tarqalib Georgiy o'rniga qo'llash mumkin bo'lgan jasadni topishni buyurdi. Glen va Han yaqin atrofdagi bir necha zombini tezda yo'q qilishdi. Ulardan biri Georgiyga o'xshardi. Faqat biroz sochini va soqolini to'g'rilash kerak edi. Glen o'sha zombining boshini kesib oldi. Bir muddat o'tgach, guruh yana yig'ilib rejani muhokama qildi. Rik tong otishiga bir necha soat qolganida hujum qilishga qaror qildi, chunki ayni o'sha paytda soqchilar charchagan, ichkaridagilar esa uxlayotgan bo'lardi. Agar ishlar reja bo'yicha ketmasa, ular chekinishi kerak edi. Ushbu operatsiya davomida najotkorlar ularga kim hujum qilayotganini bilmasliklari shart edi. Shuning uchun Iso jangga aralashmadi, chunki u tanilib qolishi mumkin. Ular tun yarmida yo'lga chiqishlari kerak. Bu so'zlardan so'ng hamma jimib qoldi, chunki har birining hayotga nuqta qo'yish borasida og'ir ruhiy bosimi bor edi. Rik Isoning yoniga bordi va ular Georgiyga o'xshash 3 ta boshni topdilar. Eng mosini tanlab, garchi burni biroz farq qilsa ham, Rik ikkilanmay boshga bir necha musht tushirdi. Endi bosh tanib bo'lmaydigan holga kelgandi. Ular bu bosh jang davomida ajralib qolganini aytishdi va tunda hech kim buni sezmaydi deb o'ylashdi.
Tun kech bo'lganida najotkorlar lageri atrofida mutlaqo sukunat hukm surardi. Shu payt bir mashina yetib keldi va lager chiroqlari birdan yonib, soqchilarning ogohlantiruvchi qichqiriqlari eshitildi. Mashinadan bir odam chiqib, o'zini Xiltoplik Endi deb tanishtirdi va Georgiyni o'ldirish vazifasi bajarilganini aytdi. Shundan keyingina unga lagerga yaqinlashishga ruxsat berildi. Ikki qurollangan soqchi tashqariga chiqdi. Ular begona odamga unchalik samimiy munosabatda bo'lishmadi va Endini haqorat qilishdi. Endi kesilgan boshni topshirdi, lekin soqchilar ehtiyot bo'lib, uni o'zi olishini talab qilishdi. Endi qo'rqib ketdi, lekin ularning talabiga bo'ysunib boshni chiqardi. Semiz soqchi bu manzarani ko'rib yana haqorat so'zlar aytdi va bir og'iz gap bilan boshliqning boshini olganini maqtanib aytdi. Bu unga faxr hissini berdi, ammo ikkinchi soqchi hushyor turib, Endini yuz ifodasini va boshni diqqat bilan kuzatishda davom etdi. Endi tezda gapirib, rahbarning burniga bir necha musht tushirgani uchun u biroz ishib ketganini aytdi, chunki rahbar uning qo'lini sindirganini ham aytdi. Biroq soqchi yuz ifodasini o'zgartirmay, kesilgan boshni qo'liga olib, diqqat bilan tekshira boshladi. U vaqti bilan Endiga qarab, uni sinchkovlik bilan kuzatayotgandek edi. Endi shu lahzada juda asabiy bo'lib, go'yo fosh bo'lib qolganidan qo'rqayotgandek edi. Soqchi boshni bir chetga uloqtirdi, qo'lidagi qonni Endining kiyimiga artib, kibr bilan uni haqorat qildi va hatto yuziga shapaloq tushirdi. Keyin esa kelasi hafta ko'proq ta'minot olib kelishini talab qildi. Endi g'azabini ichiga yutishdan boshqa chorasi yo'q, chunki bu kabi xo'rlik unga begona emasdi. Keyin soqchi ortiga burilib lager tomon yurdi. Shu payt esa baquvvat soqchi qoniqish bilan hushtak chaldi. Lekin shu zahotiyoq Rikning jamoasi lagerga kirish qismida tezkor harakat qilib semiz soqchini jimgina yo'q qilishdi va yerda qolgan qon izlarini tozalashdi. Hammasi xuddi hech narsa bo'lmagandek. Ularning birinchi maqsadi garovdagilarning xavfsizligini ta'minlash edi. Endi o'ldirilgan soqchini to'pponchasini olib, orqasiga yashirdi va o'zini tinchlantirishga harakat qildi. Ko'p o'tmay, soqchi garovdagilarni yetaklab chiqdi va ularga masxara omuz gapirdi. Shu payt qattiq pichoq uning tanasiga sanchildi. Bu esa garovdagilardan birining dahshatli qichqirishiga sabab bo'ldi. Endi tezda uning og'zini yopib, harakat qilmaslikni va ular ittifoqdosh ekanligini ishora qildi. Rik kalitni olib ularga uloqtirdi. Tara, Gabriel va boshqalar tashqarida kuzatuv bilan shug'ullanishadi. Qolganlar esa bino ichiga kirdi. Tungi sukunat ichida qonga bo'yalgan bu kurash hali yakuniga yetgani yo'q. Rik va uning jamoasi o'z yo'lini davom ettirishi kerak. Har bir qaror hayotni yoki o'limni anglatishi mumkin, ammo bir narsa aniq, najotkorlar bilan bu jang endi orqaga qaytib bo'lmaydigan yo'lga aylandi. Qizg'in to'qnashuvlar esa hali oldinda.